Tamyiz. Hop. Tamyiz mavzusi haqida batafsil gapirishga harakat qilamiz. Hop, tamyiz bu nima? Birinchi tushunga javob beraylik. Qarang. Tamyizda arab tilidagi ta'rifni aytishadi, men o'zbekchasini aytaman. Bu gapdagi mubhamlikni ketkazish uchun ishlatiladigan gap bo'lagi desak bo'laveradi. Tamam? Endi gapdagi mubhamlik nima? Mubham nima desa, gapdagi noaniqlikni ketkazishlik uchun ishlatiladigan so'z tamyiz deyiladi arab tilida. Tamam? Ya'ni sizga misol uchun har xil gaplar beriladi. Hop. Aytaylik, mana Rossiya dunyodagi eng katta davlat. Tamam? Bu shunday gap. Hech qanday bir nuqsonli joyi yo'q, ha? To'laqonli gap bu. Rossiya dunyodagi eng katta davlat. Siz nimani tushunasizlar hozir? Rossiya kattaligini, to'g'rimi? Ya'ni sizlar tasavvurlayinda hozir chunki xaritadan ko'ra o'rganib qolgansizlar. Bu demak tezroq ma'lum. Hududiy jihatdan nazorat etganimni tushunasizlar, to'g'rimi? Aynan mana shu hudud degan narsa arab tilida tamyiz deyiladi, tamam? Hozir men Rossiya hududiga ko'ra dunyodagi eng katta davlat desam, yana ham gapimiz aniqroq bo'ldimi? To'g'rimi? Ha? Mana shunda hudud degan so'zimiz tamyiz hisoblanadi. Tushundingiz? Rossiya dunyodagi, ya'ni tamyiz bu ikkinchi darajali gap bo'lagida, biz o'zbek tili bilan qiyoslab tushuntirsam sizlarga. Ya'ni ikkinchi darajali gap bo'lagi degani u qatnashmasa ham gap hosil bo'laveradi degani. To'g'rimi? Lekin u qatnashsa gapimiz yana ham nimaroq bo'ladi? To'laqonliroq va tushunarliroq bo'ladi. To'g'rimi? Mana shu narsa demak tamyiz deyiladi. Tamyiz demak qo'shilib gapdagi mubhamlikni, ya'ni noaniqlikni biz tushunmay qolgan joyimizni yana ham ochib berish uchun xizmat qiladi. Tushunarli? Misol uchun Xitoy ham dunyodagi eng katta davlat desam bo'laveradi. To'g'rimi? U nima jihatdan bo'lsa, endi aholisi jihatidan deyman. Tushunarli? Hindiston Tibetda. Tibetdami? Masalan, bo'lsa Hindiston. Hindiston aholisiga ko'ra eng katta davlat. Tamam? Shu yerda aholi so'zi tamyiz bo'lib beradi. Tushundinglarmi? Rossiya hududiga ko'ra eng katta davlat bo'lsa, demak bu yerda hudud so'zi tamyiz bo'lib beradi. Chunki bizga nimasi jihatidan eng katta davlatligini ochib beryapti. Ana shu jihatidandan keyin keladigan so'zni ham tamyiz deb olsanglar bo'laveradi, xolasizlar. Tushundinglarmi? Yaxshi. Bu bitta turi tamyizda. O'zi tamyizda arab nahviy jihatidan o'rgansak, bu nima qilinadi? Turlarga bo'linadi, ikkiga bo'linadi, bu bo'ladi, lekin men sizlarga hozir qisqaroq, bo'lindaroq, tushunarliroq qilib tushuntirishga harakat qilaman. Tushunarli? Xo'p, keyin tamyiz. O'lchov birliklaridan keyin kelgan har qanday so'z ham tamyiz hisoblanadi. Sonlardan keyin kelgan har qanday so'z ham tamyiz hisoblanadi. Tamam? Nimaga desa, chunki bu ham haligi qoidamizga tushadi-da, gapdagi mubhamlikni ketkazadi. Qanday desa, masalan, xo'p. Aytishimiz mumkinki 12 ta narsa sotib oldim desak. Sizda savol tug'iladi. Nima savol tug'iladi? Nima sotib oldingiz deysiz. To'g'rimi? Nima sotib oldingiz deysiz. Demak, ana shu savol tug'ilmaslik uchun endi 12 ta kitob sotib oldim desam, kitob tamyiz bo'ladi. O'zi kitob tamyiz bo'ladi. To'ppa-to'g'ri. Chunki biz o'zi bu yerda hech qanday nima yo'q. Bizda tushunmovchilik yo'q. Ha, bo'ldi. Men sizga 12 ta kitob sotib olganligimni xabarini berayotgan ekanman. Ha? Siz ham yo'lda tushundingiz bu gapni. Tamam? Demak, ana shunday sizda tushunmovchilikni ketkazib beradigan so'zlar arab tilida nima bo'lar ekan? Tamyiz bo'lar ekan. Misol uchun 1 gektar yer desam, yer bitta tamyiz. Chunki 1 gektar desam tushunmaysiz. Tamam? Endi yerligini aytgandan keyin demak u nima bo'lar ekan? Sizda shu yer tamyiz bo'ladi va tushunmovchilik yo'qoladi sizda. Tushunarli? Yokida 1 litr ichdim desam. Sizda hozir bu yerda savol bor. Nima ichdingiz degan. To'g'rimi? U bo'lishi mumkin. Kimdir suv o'ylayotgan bo'lsa, men sut deb qo'yishim mumkin. To'g'rimi? Demak, ana shuning uchun ham endi 1 litr suv ichdim desak, mana shu joyda nima bo'lar ekan? Suv tamyiz bo'ladi. Chunki bizga ana shu noaniqlikni ketkazib berayapti. Tushunarlikmi? Tamyizni aytdim, juda oson mavzu dedim-ku.
kutubxona. Chunki juda oson yo'ldan yurdik. Xo'p. Tamyiz haqida umumiy ma'lumotlar tushunarli-a? Xo'p, unda yozib qo'yamiz. Yozinglar. Ketdik. Hop. Tamyiz deb gapdagi mubhamlik, ya'ni tushunmovchilikni ketkazishga yordam beradigan so'zga yordam beradigan deylikda ikkinchi darajali gap bo'lagiga aytiladi. Bo'ldimi? Masalan, yozib qo'ydim. 12 ta kitob sotib oldim. Arabcha yozaramizmi? Sotib olmoq. 13 ta kitob sotib oldim deydilar, 12 ta. Ishtaroitu. Xo'p, yozib beraveray. Ha? Xo'p, masalan, ishtaroitu ashara kitaban deydilar. 13 ta kitob sotib oldim. Mana shu joydagi kitob, demak, tamyiz deb qo'yinglar. Keyin ikkita o'zlaridan misol yozinglar. Orqasidan.
yaxshi. Xo'p. Demak, tamyizni endi sizlar bilan tamyizda umumiy nimasi tushunarli. O'zi aslida tamyizda ikkita turi bor-da. Arab tiliga ma'qul. Tamyizu zat deyiladi, tamyizu nisba deyiladi. Tamam? Tamyizu zat nima-yu, tamyizu nisba nima desa qaranglar. Birinchisi tamyizu zat bu tamyizul mufrad deb ham nomlanadi. Bu, ya'ni birlik bitta keladigan so'z, va u demak odatda ana shu miqdorlar bilan birga keladi. Har xil miqdor sonlar bilan birga keladi. Tamam? Xo'p, masalan, aytishimiz mumkinki, qaranglar. Mana ishtaroyat 13 kitob. Shu kitoba tamyiz. Sizlar undan ko'ra borib, hamma sonlardan keyin kelgan so'z tamyiz deb yodlab olinglar. Tushundinglarmi? Hamma sonlardan keyin, hattoki mana bu ham. Masalan, qara'tu salasata kutubin desam, to'g'rimi? Nechta nima bu? 3 ta kitob o'qidim, to'g'rimi? Qara'tu salasata kutubin. Mana shu joyda mana kutubin aslida bu mudof, bu mudofun ilayhi-ku degan savol bor. To'g'rimi? Shunaqa o'tganmiz-ku biz ham, to'g'rimi? 3 dan 10 gacha bo'lgan sonlar o'zidan keyin kelgan sanalmish bilan izofa birikmasini hosil qiladi deganmiz, to'g'rimi? Va sanalmish ko'plikda noaniq holatda bo'ladi, son mudof bo'ladi deganmiz, to'g'rimi? Xo'p, yaxshi. Endi qaranglar. Xo'p, demak, sanalmish mudofun ilayhi son mudof bo'ladi. Bu mudofun ilayhi-ku desa to'ppa-to'g'ri. Grammatik nahviy jihatdan bu mudofun ilayhi va ma'naviy jihatdan tamyiz hisoblanadi. Tamam? Ya'ni ma'nosini ochib berishlik jihatidan bu tamyizdir. Tushunarli? Grammatik nuqtai nazardan tahlil qilayotganingizda sintaktik tahlil. Misol uchun mubtado, xabar, nima maf'ulun bihi qilib ajratayotganingizda buni mudofun ilayhi do'rasiz. Tushunarli? Lekin ma'no jihatdan tahlil qilayotganingizda bu nima bo'lar ekan? Tamyiz bo'lar ekan. Chunki siz 3 ta sotib oldim desam nima bo'ladi? Mashhura? Nima sotib oldingiz deb savol berasiz menga. Nima yuragingiz qilmasdan aytsangiz, tez deysiz, to'g'rimi? Shuni hisobiga demak bu endi 3 ta kitob bitta o'qidim desangiz, o'zi aniq bo'ladi nima, Demak shuning uchun ham bu ma'naviy jihatdan nima bo'lar ekan? Tamyiz. Shuning uchun har qanday sonlardan keyin kelgan so'z tamyiz ekan. Tushunarli? Xo'p, endi bu narsa biz o'zbek tilimizda aynan alohida gap bo'lagi sifatida yo'q. Shuni ham aytib qo'yay. Bu arablarda alohida gap bo'lagi sifatida turadi. Shuning uchun yozib qo'yinglar. Tamyiz deylar. Tamyiz har kuni nasb holatida turadi. Va noaniq holatda bo'ladi. Shuningdek, u jomid so'zlardan hosil bo'ladi. Ko'pincha bo'ldimi? Xo'p, endi bu qoidani sizlarga izohlayman. Xo'p, qaranglar. Tamyiz doim nasb holatida turadi dedim, Xo'p, va jomid so'zlardan iborat bo'ladi. Birinchi jomidni nimaligini o'rgatib qo'yay sizlarga, to'g'rimi? O'chiraveraymi buni? Birinchi sizlarga qaranglar. O'zi tamyiz haqida tushuncha yaratib oldik hozir. O'zi tamyizni ajrata oladigan bo'lib qoldinglar gapdan,
Ana endi tamizda haligi ichidan mayda-chuydalar, detallarni o'rganyapmiz bitta-bitta. Tamam? Xo'p, birinchi demak jomid so'zdan iborat bo'lishini bildik. Endi jomid nimaligini bilib olaylik. So'zlar. So'z degani kalima degani, to'g'rimi? Kalima ikki turli bo'lishi mumkin. Bular birinchisi o'zi jomid edi, men mushtaq deb qo'ydim. Mushtaqun va jamidun bo'ladi, tamam? Xo'p. Endi bu ko'pincha dedik, to'g'rimi? Mushtaq nima degani desa, mushtaq bu ishtaqqa fe'lidan olingan. Ishtaqqa degani demak ana shu, ya'ni yasama so'z. Yorilgan degan. Tamam? Ya'ni yangi so'z hosil bo'ladi. Bir so'zdan yana bir yangi so'z hosil bo'ladi. Bunga misollar ko'rganmiz. Masalan, kataba nima degan edi? Kataba yozmoq, to'g'rimi? Shundan aytishimiz mumkin yo shu fe'lidan yoki buni masdaridan deydi ba'zilar. Ha? Shundan nima hosil bo'ladi? Yozuvchi hosil bo'ladi. Katibun degan. Katibun demak yozmoqdan yozuvchi bo'lgan. Ha? Demak bu nimadan yasalgan ekan? Katabadan yasalgan deymiz yoki kitabatundan yasalgan. Tamam? Endi mana shunday bitta so'zdan yasalgan so'zlar nima qanday so'zlar ekan? Mushtaq so'zlar deyiladi. Tamam? Misol uchun maktubun, katibun, maktabun, shunga o'xshagan so'z. Hammasi qarasanglar ketaba borda. Ya'ni ketaba degan o'zakdan nima bo'lgan ekan? Yasalgan ekan. Tamam? Ya'ni bitta o'zak yordamida yasalgan so'zlar mushtaq so'zlar hisoblanadi. Tamam? Va demak yasalgan so'zlarda doim ana shu o'zini o'ziga ma'naviy jihatdan ham qaytib turadi. Bu nima degani? Mashhuraxon desa, bu degani misol uchun mana kataba o'ziga hisoblansa yozmoq degani, to'g'rimi? Katibun yozuvchi, o'sha yozmoq ma'nosi bor hali. Tamam? Yozishdan chiqib ketib qolmayapti tashqariga. Yoki kitabatun yozish degan mastardan yasagan bo'lsak, shu yozish degan ma'nosi chiqib ketmayapti. Maktubun yozilgan narsa. Halim yozish degan narsa bor ichida. Tamam? Maktabun yozadigan joy, yozuv stoli deb yoki parta deymiz, to'g'rimi? Demak, halim yozish degan narsadan nima bo'lmayapti? Chiqib ketib qolmayapti. Tamam? Mushtaq so'zlar shunaqa so'zlar. Tamam? Endi jomidlar-chi desa, jomidlar shunaqa yasalmaydi. O'zi shunday bor bo'lgan. Tamam? Masalan, asadun she'r. She'rda qaysi bitta fe'ldan yasab olmaganmiz. Tushundinglarmi? Kitob. Tamam? Rajulun erkak. Tamam? Bunday so'zlar nima? O'zi shunday nima? Qaysidir bir so'zdan yasalmagan so'zlar, jomid so'zlar deyiladi. Shunda faqat mushtaqqa fe'llarda o'zi kiradi. Ya'ni fe'llardan yasalgan so'zlar. Tamam? Jomidga bor-ku, otlarni ko'pini misol qilsak bo'ladi. Tushunarli? Demak, mana shunday so'zlar nima ekan? Yasalgan, jomid so'zlar demak yasama bo'lmagan so'zlar. Tushunarli? Mana shunday so'zlardan tamyizda ishlatsak bo'ladi. Tushunarli? Tamam? Mushtaqdan emas, ko'proq jomiddan foydalanamiz ekan. Tamam? Xo'p, bu birinchi jomid tushundinglar va doim nasb holatda bo'lishini ham tushundinglar. Xo'p, endi yozib qo'yinglar. Tamyiz ikki turli bo'ladi. Birinchi buni yozib olinglar, bo'lmasa buni yozib olinglar-da. Xo'p. Keyin tagiga yozib qo'yamiz. Mushtaq yasama so'z, jomid yasalmagan so'z deb qo'yinglar.
istisnoni o'tdik-a sizlar bilan. Maf'ullarni bitta darsda ko'rdik hammasini, to'g'rimi? O'zi 5 ta mavzu, 5 ta darsda bitta darsga yetib bordik endi. Bugun tamyizda o'tib olsak, hol qoladi. Demak, juma kuni ham nima ekan? Ha? Chorshanba. Ha, chorshanbami keyingi dars? Demak, chorshanba kuni ham katta ehtimol bilan balki grammatika yoki bitta grammatikadan tanaffus qilib turib juma kuniga grammatika o'taylikmi? Nimaga chorshanba kuni yo juma kuni? Chorshanba. Nimaga? Menga Chiroyli bola o'qiganingizdan ma'lum o'zi. Ko'ramiz uni, xo'p. Balki siz kelmaganingiz uchun qolib ketib qolsin deb grammatika o'tib olishimiz ham mumkin. Ko'ramiz. Bo'lmasa manhaj o'tamiz. Yozib oldinglarmi buni? Endi tamyiz ikki turli bo'ladi deyiladi. Birato'la mustahkamlab qo'yaylik. Bo'ldimi? Ha, maslakda o'tiribman. Hop, birinchisi yozinglar. Tamyizun nisba. Hamma tamyizun nisba. Ikkinchisi tamyizuz zat. Tamyizuz zat yoki tamyizul mufrad degan nomlanadi. Arabchasini yozaylik. Mana. Tamyizun nisba. Keyingisi tamyizu az-zat yoki da al-mufrad ham deyishimiz mumkin. Mufrad. Birinchi osonrog'idan, mikosini ham o'zi tushuntirib bo'ldim, mikosini ham. Endi qismlarga bo'lib o'rgatib qo'yibman. Qarang. Birinchi mana tamyizuz zat yoki tamyizul mufrodda yozib olaylik. Ha? Xo'p. Tamyizul mufrod deyiladi. Tamyizga chiziqcha qo'yiladi. Ketdik. Barcha sonlar, miqdor yoki
miqdorga o'xshash so'zlardan keyin kelgan so'zga aytiladi. Bo'ldimi? Xo'p, masalani yozib qo'yaylik shularga bittadan. Buncha borayotganda qaranglar. Sonlar dedik, to'g'rimi? Songa misol Xo'p, songa misol yozib qo'yamiz. Masalan, 20 ta olma yedim. Ha? Akaltu 20 tuffahan. Tuffah mana. Demak, 20 dan keyin kelayotgan tuffah nima bo'lyapti? Tamyiz bo'lyapti. Tushunarli? Sondan keyin kelganiga misol, miqdordan keyingisiga, misol uchun ishtaroytu nima desak bo'ladi? Kila tuffah desak. Tuffahin. Tamam? Mana 1 kilo nima oldim? Olma sotib oldim. Tamam? Mana shu demak, mana bu kilogramdan keyin kelayotgan tuffah nima bo'lyapti? Tamyiz bo'lyapti. 1 kilo oldim desa tushunmaymiz-da. Endi 1 kilo olma oldim desak, shuna miqdor. Bu bo'lishi mumkin. Vazn, o'lchov miqdori bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Yoki-da shunga o'xshagan boshqa miqdor yoki miqdorga o'xshash so'z dedik, to'g'rimi? Misol uchun mingta deymiz biz, ozgina deymiz, to'g'rimi? Xo'p, yoki-da bo'lmasa katta deymiz. Yoki mana bir qarich deymiz, to'g'rimi? Yana qanaqa bizda mana shu miqdorni bildiradigan so'zlarimiz bor. Yoki biror bir narsa bilan taqqoslaymiz, ha? Bir qop oltinga o'xshagan deymiz. Tushunarli? Ya'ni shunaqa miqdor sifatida taqqoslayotgan har qanday so'zdan keyin kelgan so'z tamiz bo'ladi. Misol uchun hozir mana sizlarga misol beraman. Va man ya'mal misqola zarratin khayran yara. Va man ya'mal misqola zarratin kelyapti, ha? Ya'ni kichkina zarracha bo'lsa ham yaxshilik deyapti. Tushunarli? Qisa, ha? Demak, va man ya'mal misqola zarra. Shetda misqola zarra ham miqdorga o'xshash birikmada, tamam? Ya'ni miqdorning ma'nosini bildirib beryapti. Ya'ni kichkina darajada ham deb miqdorini ko'rsatib beryaptimi? Demak, mana shu so'zdan keyin kelgan xoyron so'zi nima bo'lar ekan? Tamyiz bo'lib beradi. Tushundinglarmi? Miqdorga o'xshash birikma nimaligini tushunib oldinglar. Aynan misol, bunaqa kilo, santimetr, millimetr deb aytmaydi, balki biror bir boshqa narsa bilan qo'yib turib, shu bilan taqqoslab beradi uni miqdorini. Tushundinglar? Bu yerda yaxshilikning miqdorini kichkina bo'lsa ham qisa degan ma'noda misqola zarrani ishlatib taqqoslab beryapti. Tushunarli? Shundan keyin kelgan xoyron nima bo'lar ekan demak? Tamyiz bo'ladi. Shuncha ham xoyron bo'lganda nasibda turibdi. Chunki biz tamyiz nimada turadi dedik? Nasibda turadi dedik. Tushunarli? Demak, bu birinchi tur ekan. Endi ikkinchi turi. Mana shu ikkinchi tur haqida o'zi ko'proq gapirmoqchi edim. Qaranglar. Ya'ni ko'proq emas, biz uchun muhimroq jihati ham shu. Ikkinchi turi aynan bizga seferda 1, 2, 0 olib berishga yordam beradigan turi hisoblanadi. Tamam? Seferda misol uchun nimalarda ham yozsak buni, tamyizun nisbani insholarimizda ham yozsak, ancha inshoyimizning chiroyini ochadi. Tushunarli? Misol uchun aytishimiz mumkin.
Ana izdadat deymiz. Izdadat Misr. Misru. Misr ko'paydi degan. Tamam? O'zi aslida ma'nosi bor gap, ya'ni eg ismi bor gap. To'g'rimi? Nuqta qo'ysak gap tugallanadi. To'g'rimi? Lekin bu yerda mubhamlik bor. Tushunarli? Mubhamlik bor. Ya'ni nimasi ko'paydi degan savolga biz mana shu yerga misol uchun sukkanan deb qo'ysak, sukkanan deb qo'ysak, ana endi bu Misr sukkan degani aholi degan. Aholi jihatdan ortdi deb qoladi. Tamam? Ya'ni Misrning aholisi ortdi, Misr aholi jihatdan ko'paydi deyapti. Tushunarli? Endi mana shu joyda sukkanan so'zi nima bo'lar ekan demak? Tamyiz bo'lib beradi. Tushundinglarmi? Va gapdagi mubhamlikni ham bizga nima qilib beryapti? Ketkizib beryapti, ochib beryapti. Tushunarli? Mana shunday qilib sizlar ham inshoda ko'proq yozishlaring kerak. Tushunarli? Bu sizlarga haligi uzun yo'lda qisqaroq va chiroyliroq yetib borishga yordam beradi. Bunaqa edi ko'p so'zmasda bitta so'zni shunday jihatidan unaqadan loqtalib yurasiz-ku, undan ko'ra mana shuni berib qo'yasiz bu. Bu grammatik jihatdan ham chiroyliroq. Va siz tamyizni bilishligingizni ham bildirib qo'yapsiz. Tamam? Va gapingizga ham rang-baranglik bildiryapsiz. Tushunarli? Mana shu tamyizun nisbada ishlatiladi. Tamyizun nisbada demak haligi biror bir miqdor unaqa so'zlar kelmaydi. Odatda mana shu nasb holatdagi ana shu nima jomid so'zimiz kelib beradi. Tamam? Va uni qaranglar. Haligi o'zbek tiliga berayotganda jihatidan, ga ko'ra deb beraverasizlar. Tushunarli? Tamam? Xo'p, haligi misolimiz ham shunga tushadi. Misol uchun Rossiya aholi jihatidan, hudud jihatidan eng katta davlat demoqchi bo'lsak ham shunga tushadi. Shuning uchun ham yana bitta tamyizun nisbani zo'r bilib olish yo'li bu af'al vaznidagi ismu tafdillar bor-ku. Ya'ni haligi eng degan ma'noni beradi deganmiz. Misol uchun, akbaru eng katta, asg'oru eng kichkina, ajmalu eng chiroyli. Shunaqa so'zlardan keyin keladi. Tushundinglarmi? Shundan keyin kelgan nasb holatdagi so'z tamyiz bo'ladi. Masalan, qaranglar. Shunga misol yozib beraman. Rusiya hop. Akbaru davlatin. Rossiya eng katta davlatdir dedim hozir, to'g'rimi? Endi shunga misol uchun masofatan qo'ysak, masofatan. Mana shu joyda mana bu so'zimiz nima bo'ldi? Tamyiz bo'ldi. Endi gapimiz ham ochiq bo'ldi. Va e'tibor bergan bo'lsanglar, mana akbarudan keyin kelayotgan nasb holatidagi so'zimiz ham hali qoidamizga ham tushdi. Tamam? Ya'ni ismu tafdil af'al vaznidagi kelgan so'zdan keyin kelgan nasb holatdagi so'z nima bo'lar ekan? Tamyiz bo'lar ekan. Albatta, af'al vaznidan kelgan birinchi nasb holatdagi so'zimiz mana bu bo'lyapti. Chunki bu mudof, mana bu mudof ekan, undan keyin nasb kelyapti, to'g'rimi? Mana so'zimiz demak tamyiz bo'ldi va bu demak endi bizga gapda yana ham ochib beryapti. Rossiya eng katta davlat dunyodagi nimasiga, aholisiga, hududiga ko'ra deymiz. Tushunarli? Chunki misol uchun al-Hind qo'ysak, Hindiston akbaru davlatin fil alamni qo'shib qo'ysanglar ham bo'laveradi. Dunyodagi bo'ladi shunda. Nima jihatdan? Sukkana yoki sin. Tushunarlimi? Shunaqa qilib ishlataverasizlar. Bu juda muhim mavzu, juda ham zo'r sizlarga ochib beradi. Ayniqsa mana shu seferda speaking qismi va writing, ya'ni kitaba va muhaddasada shuni tamyiz ishlatib bera olsanglar, bu sizlarga plus degan. Tamam? Shuning uchun buni yaxshilab uyda ham bitta qator ko'ringlar. Menga ChatGPT dan so'ranglar. Xo'p, menga tamyiz mavzusini tushuntirib ber deb so'ranglar. Internetdan oqtaringlar, YouTube titinglar. Tamam? Sizlar o'zimga ham chiqib qoladi. Tamam? Xo'p. Ya'ni ko'rib buni yana ham yaxshiroq ichiga kiringlar. Writinglaringni, ya'ni insholaringda kitaba qismida ko'proq ishlatinglar. Tushunarli? Xo'p.
ana shu mansubotlarda o'tayotgan nimalarimiz bor o'zi. Bular ana shu o'tgan safar o'tib bergan 5 ta mafa'illarimizdan, ta'kidladim, maf'ulun mutloq, maf'ulun bihi o'zi ko'p ishlatiladi. Maf'ulun li ajlihi va maf'ulun ma'hula. Xo'p, undan keyingi haligi o'tib bergan istisno mavzuim bor. Ana shunda haligi oxirdagi ikkita turi bor edi-ku, ma'ada, g'oyrasi va to'g'rimi? Ana shunisi, undan keyin yana keyingi dars o'taman hol. Yana bitta ikkita zo'r mavzular bor. Mana shularni chotki bilib turib, shuni ishlatish kerak. Tamam? Shunda zo'r chiqadi nimalar. Inshoolarimga ancha grammatik nuqtai nazari puxtalanadi. Kuchli bo'ladi. Bundan mustahkam bo'ladi grammatik.